1998-yilda Urugvayda bir futbolchi tug'ildi. Bu futbolchi markaziy yarim himoyachimi yoki hujumchimi? Buni bilmaymiz. Chunki hamma pozitsiyada Real Madridda o'ynab beradigan o'yinchilar qatoriga kiradi. Real Madridda eng sermahsul va mavsumlar orasida eng zo'r o'yin ko'rsatayotgan o'yinchi hozirda Federico Valverde hisoblanadi. Jude Bellingham ikkalasi xuddi shunaqa. Federico Valverde jamoa sardoriga aylanib qolgan va hozirda juda ko'p vaziyatlarda jamoani o'zi yetaklab tushadi. Jamoani qiyin vaziyatlarga olib chiqib ketadi. Aynan shu futbolchi. Real Madrid transferlari orasida yilning eng yaxshi transferlari 2016-yilda adashmasam shu futbolchi bo'lgan. Endi bu yoqqa mana ko'ryapmiz, rostdan ham kelajak ekan. Butun jamoani qaysi pozitsiyasida yordam kerak bo'lsa albatta o'ynab beryapti. To'g'ri, Vaskes ham shunaqa bo'lgan, lekin Vaskes ba'zi vaziyatlarda juda ko'p xatolar qilardi, lekin Valverde qaysi pozitsiyada bo'lsa ham chiroyli o'ynab bera olyapti.